Go, поехали. Tushuntirdi, orqaga qaytinglar. Ham iltimos, ham talab. Yo'q, bo'shatdi, men qo'limni qisqamayman. Kim bo'lsa menga. Asha gapirma menga. Ijtimoiy tarmoqlarda bir necha fuqarolar ichki ishlar organi xodimlariga qarshilik ko'rsatayotgani aks etgan video tarqalib, keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan Olmazor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan o'rganish ishlari amalga oshirildi. Joriy yilning 16-avgust kuni soat taxminan kechki 21:00 larda bir guruh yoshlar tomonidan Islom sivilizatsiya markazida fuqarolar gavjum joyda rolik uchishmoqchi bo'lganda ichki ishlar xodimlari kelib bu yerda uchmaslik haqida ogohlantirishganda ularning qonuniy talabini bajarmasdan ularga bo'ysunmaydiganligi haqida xabar kelib tushdi. Ushbu xabarga muvofiq zudlik bilan voqea sodir bo'lgan joyga yetib bordik va fuqarolarga nisbatan hujjatlar yig'ilib, Olmazor tumani jinoiy ishlar bo'yicha sudga taqdim qilindi. Sud qaror qiladi. Yusupova O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 183-moddasi hamda 194-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilib, jarima jazosi tayinlansin. Samina Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 183-moddasi hamda 194-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Jarima jazosi tayinlansin. Akrom Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 183-moddasi hamda 194-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsin. 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Tushunib yetdim, bunaqa xato takrorlanmaydi. O'zim ham bu narsadan pushaymonman. Xalqimizdan uzr so'rayman. O'zim uchun xulosa chiqarib oldim. Мы извиняемся за то, что произошло. Мы этого не хотели. Skeytlar, samokatlar hamda roliklar uchun maxsus belgilangan joylar bo'la turib, mana shunday ma'naviy, ma'rifiy maskanlarda ekstremal sport bilan shug'ullanish qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Bu haqda mutaxassis hamda fuqarolar fikrini o'rgandik. Kutib turaman shu mahallada, har kuni kechqurun ko'chaga chiqib aylanaman. Samokat, rolik uchishi noo'rinli hisoblayman. Sababini ayting. Avvalambor mehmonlar keladi. Insonlar birpas bo'lsa ham, ayniqsa yosh kattalar bahramand olishga chiqadi. Lekin g'izillab kelayotgan rolikni o'zi to'xtata olmay odamlarga urilib ketishi, o'shaning uchun har bitta onalarga ham murojaatim. Bu joy emas, baraka topqirlar. Iloji boricha to'polonsiz, janjalsiz, xotirjamlik bilan aylanib ketish uchun ham shularni nazorat qilish kerak. Odam bir-biri bilan urushgan taqdirda militsiya chaqirdi, nimaga tinchlantirsin deb. Nimaga o'shalar kelganda qonuniy yo'l bilan hal qilmoqchi bo'lgan odamlar buni jar solib, o'zini yomon tomonlarini ochib ketib, davlat xizmatchilariga nisbatan noto'g'ri harakat qilyapti. Bu juda ham noto'g'ri. Birovda ayb qidirmasdan o'zini aybini bilishga o'rganganda mana shunaqa ziddiyatlar bo'lmasdi deb o'ylayman. Har xil holat bor betlarda. Odam oldan chiqib qolishi mumkin, o'rgatishi mumkin. Texnika betarafligini rioya qilish kerak hamma joyda. Avvalambor davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan qilingan obyekt, ya'ni bu xalq bu yerda maza qilib dam olsin, ko'ngli yozsin. Lekin shunaqa holatda bo'lyaptiki, bu yerda mana turli xil o'sha roliklarda uchish yoki belgilanmagan odamlar ko'p qatnov qismi bo'lgan joylarda o'zi bilgancha guruhbozlik bilan bu yerda harakatlanish yoki mana shunaqa maishiy shovqinlarni chiqarish kerak degani emas. Bu maskanda tashrif buyuradigan fuqarolarimiz ma'naviy ma'rifiy ozuqa olish uchun tashrif buyuradilar. Va bu joyda turli xil ekstremal sportlar bilan shug'ullanish ularning emin-erkin sayohat qilishiga, sayr qilishiga, harakatlanishiga to'sqinlik qiladi. Har kuni bu maskanda dunyoning turli xil davlatlaridan minglab sayyohlar qolaversa, mahalliy sayyohlarimiz ham bu joyga ajdodlarining boy ilmiy merosiga hurmat va ularni o'rganish uchun tashrif buyurishadi. Ular orasida keksalar, faxriylar, yoshlar, homilador ayollar va shunga o'xshash turli xil yoshdagi insonlar mavjud. Ularning sayohatlarini emin-erkin va xavfsiz olib borishlariga afsuski ba'zi bir tushunmagan yoshlarimizning velosipedlarda, samokatlarda yoki roliklarda tez harakatlanishlari to'sqinlik qilmoqda. Hurmatli fuqarolarimiz, hamyurtlarimiz hamda yoshlar, sport turlari bilan belgilangan joylarda shug'ullansangiz maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi.